Maktab o'qituvchisini bir kuni let's go mashinaga zavtrak qilib olib, bugun darslarim kech boshlangani uchun bemalol uyg'onib, luklarimni tayyorlab, makiyajlarimni qilib boramiz. Kuzda ham SPF ishlatadigan bitta man bo'lmasam kerak. Qaniydi makiyajlar ham shunaqa tez bo'lib qolsa. Ertalabdan ikkita yandeksam atmen qilib, samo bыстрыйda ketdim. Darslarimdan vaqtliroq borganim uchun Zilola bilan ozgina suhbatlashdik. Nima deb o'ylaysan? Tushunib mumkinmi, tushunib bo'lmasin? Nima aytyapsan unda atvetladi? Baribir topsa bo'ladi-ku mana. Etma, o'zi qidirib topsin. Keyin abituriyentlarim menga tema topshirdi. Bir kunda 10 tacha tema berib yuboraman. Normalmi? Nima deb o'ylaysizlar? Keyin kollektiv bilan biz Secret Santa o'ynadik. Nima deb o'ylaysizlar? Secret Santa o'ynash normalmi? Yaqinda internetda o'qidim. Kollektiv ichida ziddiyat chiqarar ekan. 10 soat darsimni ham o'tib, sekin polnika tushdik. Obedni videoga olishasidan chiqibdi. Obedni ham maktabda qilamiz. Yandexga o'tirib, tez ishxonaga yugurib kelsam, o'quv markazi svet yo'q. Soat 5 dan 7:30 gacha o'quv markazida dars o'tib uyga kelsam, syurpriz kutayotgan ekan. Arjumand o'quvchi menga mana shunaqa zo'r narsa yubordi. Shokolad, napitkalar va eng asosiysi tagida bo'g'irsoq bilan bichak deylarmida ko'k somsa bor ekan. Yonida shunaqa qaymoqli suzmasi bilan mazza qilib yedik. Talashab mazasiga umuman gap yo'q ekan. Suzmalarga botirib arjumanda duvolar qilib mazza qilib yedim. Eng asosiysi juda ham zo'r sevgi xati qoldiribdi. O'qib ko'ringlar.